Assalomu alaykum. Flyvastok aviakassasini kuzatuvchi qadrli obunachilar, aziz xaridorlar, do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hozir bizdan bilet olgan akamizni o'zimiz bilan registratsiyadan o'tkazib, ojidaniya oluvchi kuzatib boramiz. Akamizning dokumenti ham yo'q. Internetdan, YouTubedan ko'rib bizni istab topib, aviakassamizga kelib biletlarni olib ketdi. Ishonmagan akalar opalarimizga bemalol metro Salarivaga kelib, adresimizdan kelib olib ketsanglar bo'ladi, yoki onlayn va offlayn tarzda ham biletlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Akamiz, aka, gapirib qo'ying endi. Ishonchlimikan? Ishonchli ekan, hech qanday problema bo'lgan yo'q. Mana o'tkazib, anaqa qo'ydi, registratsiyadan o'tib, kuchsizlikka o'tdik. Rahmat sizlarga. Javob berdikmi, ishondingizmi? Ishondim. Hammasi rost ekan. Bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Murojaatning telefon nomerlari +791 702 73 73 +791 741 73 73 nomerlariga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Flyvastok aviakassasi har doim sizlar bilan.